Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, zimmangda mening farzim bor. Mening zimmamda seni rizqing bor. Meni farzimda, ya'ni buyrug'imda xilof yo'l tutsang ham, rizqingni berishlikda men senga xilof qilmayman. Meni seni ustundagi haqqim farzlarimni bajarishing, shariatimni amal qilishing, shariatimga. Meni senga nisbatan ishim rizqingni berish. Endi sen meni haqqimni bermayotgan bo'lsang ham, rizqingni beraveraman" deb aytibdi. Nima unda kofirlar hammasi ochida o'lib ketmayapti? Mana aytayapti. Agar ibodat qilmaganda Alloh ochidan o'ldiraversa, hamma majbur musulmon bo'lish kerak bo'lib qolarmidi? Birodalar, uyimizda-chi yetarli ish turibdi. Ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekar, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga boradigan ishlar birodarlar o'zimizning uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik? Insof qilaylik. Uyataylik. Bittamida, ikkitamida, uchtamida qiz bolani tarbiya qilib, oppo yuvib tarab, tarbiyalab, iymon e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'atga yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin.